Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021 yili 3 oyniki 20 kuni. Oldi bilan barliq qarindoshlarniki Nevruz bayramiga muborak bo'lsin. Men sizlarga bayraminglar xushallik bilan o'tsin deyamayman. Shaxsan men o'zimni xushal emas hozir. Vatanniki ig'ir fojialar tufaylidan bizniki xushal bo'layotgan vaqtlarimiz biroz yo'q hozir. Sizlardan hammalardan faqatlamkin yangidan kelgan bu bir yil ichida salomat bo'lishinglarga imkon bor uzun umr ko'rishinglarga tilakdoshlik bildiraman. Bugun sizlarga ozroqcha uchurlarni yetkazib qo'yay. Bu haftada nihoyatda cho'ng xabar bor. U nima deganda bir kun va tunögun 2 kun Amerikaniki ikki cho'ng amaldori Xitoyning ikki cho'ng amaldori bilan Alaska shtatida, Amerikaning Alaska shtatida suhbat o'tkazdi. Bu suhbatda ajoyib ishlar yuz berdi. Ehtimol bir qismlarini anglagan bo'lishinglar mumkin. Meniki bir qism agash kuchlarim bor, ular meniki biroz kulib qolgan. Ashta bo'g'ashqa ba'zi gaplarni men o'zimni bir yetkazib qo'yay deb chiqishim. Bu qatimqi bu suhbat qandaqdir bir cho'ng masala qilish uchun yoki bir cho'ng maqsad bilan o'tkazilgan emas. Asosligi ikki davlat o'ziniki bir-birisiga bo'lgan maydonini tushuntirib qo'yish qarshi tarafga shuni maqsad qilgan. Ammo bu shu yig'inning suhbatning o'zimi asli planlagandek bo'lmaydi. U qaysi jihatdan degan chog'da payshanba kunidagi ichilish marosimida ikki taraf kelishib qo'yibdi ekan. İki taraftaki her bir adam 22 minutdan so'zlab muxbirlar bor so'rinda yig'indagi ichilish marosimini qilib, undan keyin muxbirlarni chiqarib etib rasmiy gapga kirish, rasmiy ishni qilish kelishgan ekan. Amerikaniki tashqi ishlar ministri Blinken bilan Amerika davlat mudofaa maslahatchisi Jake Sullivan degan ikki kishi har birisi 2,5 minutdan so'zladi dastlabda. Bunun ichida Blinken eng dastavdilamkin Sharq Turkiston masalasini tilga oldi. O kishi Sharq Turkiston demadi, Xinjiang dedi. Asta bo'lsa Xinjiang, Hong Kong, Tayvan masalasi, ondan keyin Xitoyniki tor hujumi, Xitoyniki Amerika do'st ellariga qaratgan iqtisodiy jihatdagi o'g'irlik, tangsizlik qatorli bir qism ishlarni tilga ilib gapini boshlagan. Keyin bu so'z navbati Yang Jiechiga kelganda, Yang Jiechi Xitoy Kompartiya politbyurosiniki tashqi ishlar ishxonasiniki mudiri ekan. Bu odam kelgan chog'da bu odam aslidagi qoidaga hech qanday bo'ysunmagan asosda jami 16 minutdan uzoq so'zladi Xitoycha. Orliqda hech qanday tarjima qilib qo'ymadi. Gapni qattiq bermay, ular u kishiniki turqi qarasanglar bir rasmiy luchchaga o'xshaydi. Bu kishi 2 yil oldida Hawaiida kim bilan ko'rishgan, Pompeo bilan. Shu chog'da Pompeo bilan ko'rishgan bo'lib, ondan keyin Hawaiiga berib ko'rishgan vaqtida Pompeo'niki ko'zida aslida demoqchi bo'lgan gapi bilan bu kishiniki demoqchi bo'lgan gapi bir yerdan chiqmay, yig'inni 2 kunga bormaylar oxirlashib yenib kelgan. Yang Jiechiniki Hawaii'da Pompeo bilan ko'rishgan vaqtidagi ko'rinishi ma'lum. Men buni Twitterga chiqarib qo'ydim degan. O'sha ko'rish qiyofatimiz shu. Ammo bu qatimki ko'rishdagi qiyofatni qarasanglar butunlay boshqa odam. Ovozimi intayin ullik, qo'pol, rasmiy luchchaga o'xshaydi. Ashta qilib 16 minutdan ko'p so'zlayapti bu kishi. Ondan keyin bu kishiniki bu qatimki shundoq bir o'yinni o'ynashida Xitoy hokimiyati nihoyatda puxta tayyorlik qilib bu odamni mushtaq bir ishga avatganligi biroz bilinyotdi. Nimishqa deganda Xitoyni asli mo'ljallagan bu qatimqi yig'inda bir aniq maqsad yo'q, hech qanday masala ma'lum bo'lmaydi.
Ашта бұғашқа зады Xitay dövlətindəki qandaraq ikənligini, bizning qandaraq ikənligimizni bir qatim ko'rsatib qo'ygan degandek bütün gaplarni yodlab olib 16 minutdan ko'p so'zladi bu kishi. Havayda Pompeo'ni ko'rishgan vaqtida qog'ozga yozib olgan narsani o'qib ekan, qog'oz qarab o'qigan ekan. Belki konuştuğumu ko'rdinglar, maymunga o'xshash ta'zim qilib, qo'shamat qilib ko'rishgan o chog'da. Ammo qatim qat o'xshamaydi. Bu yerdagi muhim masala nima degan chog'da Xitoyning nima deganligi bu kurashishda. Bu to'g'riliqmi bir qism gaplarni olgan bo'lishinglar mumkin. Men tizlam deb o'tib ketay. U mundaq deydi. Amerika dunyodagi hamma davlatlarga o'zining demokratiyasini tangman demay, o'zinglarning ishini yaxshi qilinglar. Amerika xalqaro jamoat fikriga vakillik qila olmaydi. G'arbga vakillik qila olmaydi. Hong Kong, Xinjiang, Tayvan Xitoyning ayrılmaz bir qismi. Xitoyning ichki ishi. Biz Amerikaning olishiga qarshi turamiz. Hamda keskin tadbir qo'llanib inkos qaytaramiz. Amerika haqiqiy tor hujumining championi deydi. Torni Amerika ijod qilgan, tor texnikalarning hammasini ijod qilgan, tor hujumidimi Amerika dunyo bo'yicha champion deydi. Ko'plagan Amerikaliklarning Amerika demokratiyasiga ishonchi yo'q. Amerikada osonlik millatlarni kamsitish intayin og'ir. Masalan, qartaliklarni. Amerika harbiy kuchi va iqtisodiy monopolligidan foydalanib, dunyoda zo'ravonlik qilyotdi. Amerika davlat bexatarligini bano qilib, normalni xalqaro iqtisodiy faoliyatlarga to'sqinlik qilyotdi. Bu yerda yangichini ko'z tutqani Huawei. Amerika davlat bexatarligi sababidan yolg'iz o'zlamkin Huawei'ni to'sib qolmay, Yevropa ellariga Pompeo qilib qatim bordi. Huawei'niki 5G texnikasini ishlatmanglar. Davlatlarning bexatarligiga ta'sir etadi deb. Xitoy hozir miyada magapni deyishida asosligi shu Huawei'ni ko'rsatyapti. Amerikaning o'z davlat kuchi asosida biz bilan suhbat o'tkazish salohiyati yo'q. Bu yerda Amerikaniki o'ziniki davlat kuchini ko'rinish qilib turib, biz bilan suhbat o'tkazish, bizga propoz qilish salohiyati yo'q deydi. Sizlarning 20-30 yil ilgari bunday salohiyatinglar yo'q edi. Chunki Xitoylar bunday muomalaga tiz bukmaydi. Bu yerda Xitoyning ishlatgan kishi bu chirjoy tao deydi. Bunday narsalarni qabul qilmaydi. Bu bir lukchakning gapi. Xalqaro diplomatik munosabat ishlatadigan gap emas, bir ko'chadan lukchaklarini deydigan gapi bu. Mushu gaplarni anglagan vaqtimda men inimiz O'rkash davlatniki 2019 yılı Amerika paytaxti Washingtonga kelib, Amerika parlamentida isbot bergan chog'da qilgan bir gapi esim kelib qoldi. Shu yerda butun senatorlar, Avam palatasining a'zolari bu yerda O'rkash muddat degan. Amerika hukumati Xitoy hukumati bilan munosabat qilgan vaqtida hargizmi Amerikadagi xalqaro munosabat mutaxassislari, xalqaro diplomatlardan maslahat so'ramay, Amerikadagi jinoiy ishlar komiteti o'xshash jinoiy ishlarni bir taraf qilgan o'rinlarniki mutaxassislardan maslahat so'rash kerak. Xitoy hokimiyati bir banditik hokimiyat, bir luchak hokimiyat, u hargiz madaniyatli davlatlarning hokimiyatiga o'xshamaydi degan shu yerda. Butun Amerikadagi kongress a'zolari jimjit bo'lib ketgan shu gapni qilgan vaqtida. Hozir bu qitimqi suhbatda inimiz O'rkashning gaplari aniq namoyon bo'ldi Xitoy tarafidan. Shunda qilib Yangjechi 17 minutga yaqin so'zladi. Tarjima qilg'izmaydi orliqda. Keyin ulaplamkin gapni Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi berganda Xitoyga kelgan tarjimon men tarjima qilmaymi deganda, tarjima qiltamsa qani qilib boqqan degandek shundoq Amerikani ko'zga ilmagandek bir qiyofatda ashatapni ruxsat qildi. Endi gapni tarjima qilib berdi. Undan keyin Wang Yi 4 minutdan ko'proq so'zladi. Wang Yining gapimi intayin qo'pol. Amerika qilgan gaplar intayin qo'pol. U deydi, Amerikaning o'zini egiz tutib, biz bilan suhbat o'tkazish salohiyati yo'q.
Amerika Xitoyning ichki ishlarga aralashish qiliqini o'zgartirgan vaqt keldi. Bu yerda Sharq Turkiston, Hong Kong, Tayvan masalalarini ko'rsatyotdi. Amerika mushlarga izchil alışıp geldi. Bu qiliqni o'zgartirish kerak deydi. Sizga mobbing hikoyalar deydi. Ondan keyin bu yerda biz bir şeyge kirishdan burun, Wang Yi dedi, biz bir şeyge kirishdan burun 17-sila, shunday 17 kuni Amerika hukumati 24 Xitoy amaldoriga embargo yurgizish yoki jazolash qarorini e'lon qildi. Bu bir sohibxon bo'layotgan davlat hukumatiga mos axloqiy o'lcham emas. Sizlar mushtaq ishlardagi bir axloqiy o'lchamni qilmadinglar deb intayin qo'pol shu gapni degan. Bu vaqtning o'zida to'g'ri tushunmagandim ba'zi ahvollarni. Keyin tushunsam yana bir video tarqalibdi ijtimoiy tarmoqlarda. Ehtimol ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Uningda deyishicha mushqitimki shu suhbat so'riniga kirib ketayotgan vaqtida Wang Yi Yang Jiechidan so'rabdi. Tamoq yedingmi deb. Desa, deb javob berib, "Fangbian pishirib yedim" debdi. "Pomyan chirla" debdi. Fangbian chirib. Shundaq chiroylari o'sol. Ikkisini chiriy yashab bir holatda. Buni hali videoga olib taqdim etibdi. Bu nimani ko'rsatdi desanglar, Qarag'anjada Amerika bu ikkisini Alaskaga taklif qilib, nurg'un boshqa odamlarim bor endi. Ularga bir tuzrak tamoqni bermagan o'xshaydi. Alaska bir kichik shtat, nurg'un yerlarda restoran yo'q. Ondan keyin intayin sovuq bir yerga olib boribdi ularni. Shunga bularga bir ziyofatni bermabdi, tamoqni bermagan o'xshaydi, shunga men fan bermay yedim deb. Ashta deb chiray shunda o'sal. Ashta bir videom tarqalibdi. Ma gapni deyishida mushtaq bir arx ko'rinishmi bor ekan degan gaplarni angladim men keyin. Ayni Wang Yi nima deydi? Amerika mush orqali o'zining Xitoy bilan suhbat o'tkazishdagi o'rnini kuchaytmoqchi bo'lgan bo'lsa, cho'chirini ham sanagan bo'ladi deydi. Dasan sanpanla deydi. Mushtaq 24 Xitoy davlat amaldorlarini jazolash orqali o'zininki bu qatimgi suhbatdagi ustilik o'rnini kuchaytmoqchi bo'lgan bo'lsa, cho'chirini ham sanagan bo'ladi. Bunda qilolmaydi Amerika deydi. Endi shunga bu qatimki Xitoy amaldorlarniki ko'rsatkani bir lukchak hokimiyatniki qanday ish qilganligini namoyon qildi dunyoga. Endi bu so'rinni o'zi ko'rib turish odam shunday bir rahatsiz ahvol. Men intabek rahatsizlandim bu jarayonni ko'rish jarayonida. Nurg'un kishilar shunday. Yana bir tarafdan bu yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Xitoy hokimiyatiniki bir rezil, rasvo lükçek hakimiyet ekanligini biz bildik. Biz 70 yıldan ko'proq vaqt buni dunyoga deb keldik. Ammo xalqlar ishonmagan. Buni yaqinda tushunishga boshladi. Bu qatim bu ishlar bir yuqori plakka chiqdi deyish mumkin. Bo'libmi Uyg'ur masalasida biz o'zimizniki ovozini qat'iy dunyoga anglatolmay shunda qiynaldik. 2 yilning oldida 3 yılın aldıda Hong Kongluqlar qo'zg'alib, namoyish qilib, ashta qolgandan keyin dunyo bir qatim ko'ydi. Dunyo Hong Kongni ko'rib, ondan keyin Uyg'urlarniki dardiga biroz ishindigan bo'ldi. Undan keyin Xitoyniki virusniki tarqalishi bilan Xitoy hokimiyatining qanday hokimiyat qilganini dunyo texnik ko'ydi. Hozir endi dunyoda Xitoy Uyg'urlar haqida targ'ib qilgan subsidiyalarni asosan tilga olmaydigan, aksicha umumyuzlik Uyg'urlarga istash qiladigan bir xil ahvol shakllandi. Ashtaq bo'lsa-mu, Xitoyniki bu qatim ko'rsatgan lukchaklik pozitsiyasi nimadan darak beradi? Bu bizni andishaga solmay qolmaydi. Bo'libmi menda bir qism yangi andishalar bor. Endi bu ikki Xitoy amaldorlarining gapiga qarata bilinkin nayti ilmiy bir madaniyatlik davlatniki diplomatik amaldorlarining qanday bo'lganligi bir suhbatda turib javob berdi. Burupmu degan gapida bizniki ba'zi masalamiz bor, masalamiz to'g'lidi.
Ama biz o meseleге göz yummaymiz, onu yuşumaymiz haklardan. Belki onunla aktif bilan yüzünüp, itiraf kılıp, hal kılımız. Meselemizni hal qilib bo'lgan chog'da bizning hokimiyat burunqidan kuchli hokimiyat bo'lib o'tirg'i chiqadi deb ana gaplarni dedi. Endi mush gaplarni degandan keyin hozir bigarlardan olgan xabarlarimda deydi Xitoylar buni butunlay ta'titash qilib Xitoy davlat ichida biz Amerikaniki xatoliklarini, gunohlarini ko'rsatib ular qabul qildi. Sen deganing rost edi deb unda tashkilotlarni qilib aytibmish. Endi şu sorunda ko'ringan ahvollarga qarata buni ko'rgandan keyin ba'zi burun Amerikada bo'lib o'tgan ishlar esimga keldi meniki. Uning birisi 2001-yili 3-oyning 9-kuni bo'lgan ish. O chaqda kichik Bush Amerikaniki prezident edi. Shu chaqda Xitoydan 3 amaldor Amerikaniki shu vaqtdagi Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Condoleezza Rice degan bir qartalik ayol. O ayol aslida Stanford University'deki professordi. Kaliforniyadaki. Keyin Amerika hukumati aşağıdan apırıp bu ayolni davlat bexatarlik maslahatchisi qilib bekitgan shu vaqtning o'zida. Nayt danqva bu ayolni qala. Mush ayoldan ko'rishiman deb Xitoy amaldori Amerikaga kelibdi. Degan chog'da o chog'da bo'ladi deb ular oldin kelishibdi ekan 3 temini. So'zlashgan 3 temini. Ashta qilib kelishib, so'rovga kirib, endi gap boshlay desa, Xitoydan kelgan 3 amaldorning birisi mening degan gapim bor. Deplamkin yanchug'idan bir necha varaq qog'ozni chiqarib, shuni o'qishga boshlabdi bu yerda Xitoycha. 20 minut o'qibdi buni. Bu aslidagi yig'indagi kun tartibidagi deshmoqchi bo'lgan masalalar Amerikaniki Tayvanga qurol setish masalasi, Xitoydagi kishilik huquq masalasi, ondan keyin missil boshqarilgan bombadan mudofaa qilish sistemasidagi ishlari 3 ish to'g'riliq so'zlashmoqchi bo'lib ekan bo'la. Lekin Xitoy bir amaldor yanchodan qog'ozdan chiqiblarmikan Xitoyda faallanuvchilarniki paydo bo'lishi Amerika hukumatiniki suiqasddan bo'lganligi-yu, Xitoy hukumatining ularni yaxshi bir taraf qilayotganligi haqida so'zlabdi. Ehtimol xabarlarda bordi. Faallanuvchilarni yo'qotish ishini Jiang Zemin 1999-yilda boshlagan. Hammani qirib o'ltirib tugatinglar. Necha million odam. Ashni aslida buyruq qilgandan keyin Xitoy harbiylari bularni bekaga o'ltirsak biz pay tegmaydi undan ko'ra ularning ichki a'zolarini sataylik deb odamlarning ichki a'zosini sotadigan sodani vujudga keltirgan Xitoylar ayni vaqtda. Shunga bu Xitoy amaldor shu faallanuvchilarning gapini qildi bu yerda. Qilgandan keyin Condoleezza Rice o'rnidan turib biz bu yerda xato so'ringa qatnamiz. Men bunday bir suhbatga kelmagandim. Xo'sh deb chiqib qoldi ekan yig'in maydonida. 2 yilning oldida Pompeo bilan shu yangicha ko'rishgan vaqtida Havayda. Shu chaqdami so'zlashgan temalar birdan chiqmay Xitoy o'zinki deb o'saynab Amerika o'tirib qo'ygan narsa yaqin kelmay qolgan chaqda Pompeo mu suhbatni tezda oxirlashtirib qaytib kelgan. Nimadan? Havaydan. Yeni 2 yilning oldida 2019-yili Trump bir qatim Singapurga bordi. Şimal Koreyaniki boshlig'i bilan ko'rishish uchun Kim Jong Un bilan ko'rishish uchun Singapurga borib ko'rishgan vaqtida shu yadro qurol taraqqiyot ishlarini to'xtatish to'g'riliq qilsa Kim Jong Un Amerikaniki oldi bilan Shimoliy Koreyaga qaratgan bütün embargolarni jazolarni to'xtatish ashta qilgandan keyin bu to'g'ri so'zlayman debdi ki yerlam Trump unda bo'lsa seni ta'lig'inglar yo'q ekan bu suhbatga deb u qaytib kelgan Singapurni. Endi aşağı seçtiğin çağda bu qatimki Amerika hukumatiniki tutgan pozitsiyasi sal ularga o'xshamay qoldi. Men bu to'g'ri buni ko'pga qilmayman. Ish qilib Xitoy hokimiyati bir luchak hokimiyat. Luchak hokimiyatga bir madaniy davlat axloqi, madaniyatlik xalq axloqi bilan muomala qilsa,
natija yaxshi bo'lmaydi. Tünögün Pompeo Twitter'ga bir narsa yazdı. O deydi, güçlüklük deydi. Güçlüklük eski adamlarni ki iradesini sundurdu deydi. Discourage. Acizlik urushuniki tug'ilishiga sababchi bo'ladi deydi. Deb bir narsa yazdi. Güçlüklük eski adamlarni niyetidan yenishini keltirib chiqardi deydi. Acizlik urushni keltirib chiqardi degan bir narsani yozib qo'ydi Twitter'ga. Buni bunday bir tilga qo'ygim keldi. Endi bu qatimki suhbatniki dastlabki har bir odam 2 minutni so'zlaydigan echilish murosimi oshkora muxbirlar bor so'rinda elib berilgan. Hatta bu aşağı Xitaylar şundan paylanıp yüzündeki hazır oranını dünyaya gösteriş için kaydını bozup 2 minut sonra ayağa o 7 minut söz güzüp yanıca içini aşağı kılıklarını kıvaldı. Bu söhbetindeki kalan kısmı yepik alattı. Onun ne muhbirlerini kürüzme aşağı kaldı. Hazır o söhbetindeki açmışı gapları çıkıldırıptı bugün. Onlara egeş bulamadım ben. Kulaslaşka vaktim yetmedi. Andi bu qatimki söhbət asasən nəticəsiz deyən gəplər köp hazır. Nəticə barmı yoxmu? Bozqana nəticə oldu. Bunu biz bu yıl 4-cü aylarda bilishimiz mümkün. Əslində bu qatim kuruşniki bir məqsədi Xitay bilan Amerika iki dövlətniki birinci qol rəhbərlərinin kuruşniki tayyorligidək bir işkəndik bu. Əgər bu qatimki bu kuruşuş şu məqsədə ketgan bolsa, 4-cü ayda iki dövlət rəhbərləri, birinci qol rəhbərləri kuruşushi mümkün. Eğer kuruşgan bo'lsa, bu qadimki yig'inda biroz natija chiqibdi deb qarasak bo'ladi. Agar unda ish bo'lmasa, bu qadimki kurashishdan hech qanday natija chiqmabdi deb o'ylasak bo'ladi. Shunga buni kuzatish kerak bundan keyin. Yana mashkindi yaqi hozir yana bir qism narsalar uchurlar o'tirib chiqyapti. Masalan, Yang Jiechi'niki qizi Amerikadagi Yale universitetida o'qiydi ekan hozir. Ashmetat o'qiyapti. Yang Jiechi Amerikaning 7 kishi aybladi bu qatim. Ama kızının Amerika'da okuyup hazır. Andın Blinken'deki oğlu hazır Xitay'da okuyup. Onun oğlu Xitay'dayken. Bu kıtımki Xitay'daki müştak intayın kopal, lükçek müştak bir pusiyede durup Amerika'nın kattık eğiplişindeki yani bir sebep Xitay hakimiyetinin kolu da Amerika'daki bazı rehberlerindeki nayeti set işleri hakkındaki paktları bağımekendeydi. Aştaq bo'lmagan chog'da bu qatimki bu uchrashishda ifodalangan Xitoyning pozitsiyasini tushunish oson emas. Ajoyib ishlar bo'lyapti. Bu yaqinda yana bir qancha ishlar bo'ldi. Amerikaning yangi prezidenti oldingi kunlari Putin to'g'riliqmi o'zrak qilib soldi bu kishi. Putinni ro'yi o'lgan qotil degan gaplarni dedi. No soul killer dedi. Aşağı degendeki bununla Putin intayın hap olup biz uçuk aşkara münazır şeyle kim katil münazır şeyle düşenbeden kep kamusun bütün dünyaya neh meydanından tartılsın bir münazır şeyle biz ben teyya hazırlam diyendeki gaplarni jakarladı bu kişi. O işini ahırkanda oladı okumayımız. Lakin undakşın 101 şeyin asasen mümkün emez. Nemşe degende Amerika'nınki Prezident'in ahvalını bilisilen o kişi bir münazırı çıkalaydıgan alet emez hazır. Endi bu söhbetniki Uyghur işleri bunundaki işleri kana tasir etdi. Bunun muazır bir nesli olmaydı. Abetmen degendek iki ihtimallik var. Birisi Amerika Xitayni texmi tunup yitip bunundaki Xitayga takabul turuşta Uyg'urlarni bir ko'zir qilib ishlatishi mumkin. Uyg'urlarga texnik kengchilik siyosatlarini qo'yish mumkin. Masalan, Uyg'urlarning ko'chman bo'lib kelishi, Amerikadagi Uyg'urlarniki islohot ishini tez hal qilib berishi degandek ba'zi boshqa yordamlarni qilishi mumkin. Bunday ishlar bo'lishi mumkin. Unda qilmay agar Xitoyga bosh tegadigan ish bo'lib qolsa, Uyg'urlarga burungi yordam Uyg'urlarga keladigan yordam burungi bo'lmay qilishi mumkin. Har ikki ehtimollik bor. Lekin birinchi ehtimollik cho'ng deb o'ylayman men. Ham shuni umid qilaman.
Andi bu qitimki Xitoyniki pozitsiyasidan hozir Xitoy dunyaniki besimiga hech qanday parvo qilmaydigan bir darajaga berib yetibdi degan narsani ko'rdik. Hatta bu boshqa endi meniki andisham aşağıdan keladi. Xitoy Uyg'urlar haqida tuzgan planini hozirga qadar hech qanday o'zgartmagan. Bir cho'ng planni tuzib, shuni aynan ijro qilib kelgan. Agar bu qitim Xitoyniki pozitsiyasidan buningdiki ular texnik shunday qildi ekan degan narsani biroz his qildim men. Vatanda bu jihatga ishonki hozir ifodalar bor. Ahvollar ko'rilyotdi. Bir qism yangi uchurlarni Uyg'ur Project fondiniki Uyg'ur axborot markazi ishlayotgan haftalik videoda ko'rsizlar. Vatan haqidagi yangi ahvollarni. Ishqilib Xitoy Uyg'urga sağan qo'li Uyg'urga savatgan qattiq qo'lini hech qanday bo'shashtirgani yo'q. Yig'ilishib ketyapti bu ahvol. Şuna meniki bu jihati bir cho'ng andisham bor. Buningdan yana nimani ko'rolamiz desak, chet ellik Uyg'urlarniki vazifasi texnik og'irlashdi. Chet ellik Uyg'urlarning soni ko'p emas. Ammo butun bir millatni qutqizib qilish jihatda bizning vazifamiz pek og'ir. Biz meniki bugungi videoda ma'nosini deyishimdagi sababimiz shu. Chet eldagi qarindoshlarning ko'nglida aniq son bo'lsin. Biz hozir qanday bir vaziyat ichida degan masalada. Ba'zi cho'ng yaxshilanishlar bor xalqarada. Bulubmu xalqarada hozir Xitoyga qaratilgan besim kuchayotdi. Yaqinda ikki cho'ng voqea bo'ldi. Uniki birisi 18 mart kuni Yaponiyaning Xitoydagi elchisi Tianjinniki partikom sekretari bilan ko'rishib ekan. U yerda Xitoyniki bu amaldori Yaponiya elchisiga intayin xaf bo'lib, bu qatim Blinken'niki bilan bo'lgan kurashishda Yaponiyaniki shu Sharq Turkiston, Hong Kong, Tayvan masalalarida intayin qattiq pozitsiya bildirganligini ko'z tutib Xitoy buni qattiq norozi bildiribdi. Biz sizlarning undaq Xitoyning ichki ishga olishinglarni qattiq ko'tarmaymiz, qattiq yo'l qo'ymaymiz deb ekandik. Yaponiya elchisi sinimda fikrini qabul qilmayman deb o'rnini qo'yib ketgan o'xshaydi. Bunu Yaponiyaniki yaqinqi necha 10 yillik tarixida Xitoyga bunday pozitsiya tutib olmoqda ekan Yaponiya. Yumshoqroq ekan pozitsiyasi. Bu qatimni aytdi, qattiq pozitsiya tutibdi Xitoyga. Yana bir cho'ng xabar, Yevropa Birligi shu Uyg'urga Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik masalasi asosida ishlarga to'p qo'shgan 4 Xitoy amaldorlarini jazolaydigan qaror oldi. Bu nima? Ashni ichki jihatdan bekitibdi hozir. Meniki bilishimcha, dushanba kunlari bunga rasmiy ovoz berish bo'ldi ekan Yevropa Birligida. Ovoz berish bo'lgandan keyin bu 4 kishining ismlarini e'lon qildi ekan. Qaror bilan ismlarini e'lon qildi ekan. Bu bak cho'ng voqea. Nimishqa desanglar, Yevropa Birligininki Xitoyga qarshi oxirgi qatim bir qarab boqqan vaqti 1989 yildagi Tiananmen voqeasidan keyin qaror olgan. Undan keyin izchil turda Xitoyga yumshoq qo'lliq pozitsiyada bo'lib kelgan bo'lar. Ancha-muncha bayonot e'lon qilib qo'yib, Xitoyni ancha-muncha ayblab qo'yib, ancha-muncha Xitoyni baholab qo'yib, andaqcha degan bilan hech qanday boshqa bir amaliy qaror Yevropa Birligi darajasida turib bu narsa o'tirib chiqib boqmagan. Vaqtim ma'nosining chiqishi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi asosida bu bir biz uchun nihoyatda cho'ng ish, cho'ng xo'shallanarli ish. Demak, Yevropa Birligimi endi rasmiy Xitoyga qarshi bir o'ringa o'tyapti degan narsadan darak beradi. Bunga biz xo'sh bo'lsak bo'ladi. Bu qatim suhbatning oxirida Blinken Xitoy Ümikiga bir gapni deb qo'ydi. Bizning tarixdan buyon burma bo'lib o'tgan Lincoln'niki nima Reaganning vaqtlarida deyilgan bir gapimiz bor. Amerikaga qarshi Detcom degan maydonni tutadigan odamlar foyda topmagan tarixda. Foydalanib olmaydi deb dedi. Bu Xitoyga berilgan bir ogohlantirish. Sizlar Amerikaga qarshi bir maydonda dumbuqlarni danıştmanglar, foydalanmaysizlar, ziyon tortisizlar degan bir gapni deb qo'ydi.
Bu gapning munoyati ma'nosi cho'nqur. Bu Amerikaniki bundaki nima yo'lni tutuldi degan masalada biroz bishorat bor bu gapida endi. O'tgan hafta bo'lgan yana bir cho'ng ish, oldingi videoda degan Avstraliya parlamentida bir parlament a'zosiniki o'tirib qo'ygan Xitoyniki uyg'urlar qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb atash taklifini qo'llamadi parlament, Avstraliya parlamenti. Gap ig'ir bo'lib ketibdi deb buni qo'shib yana degan qo'ygan boshqa bir shartlarim bor ekan, 3 ta sharti aşmırsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga Avstraliya parlamenti mushabda yine bu ishni qayta o'ylash ekan, irqiy qirg'inchilik demeysa yeniroq gaplarni deymizmi deganda bir tariqida onun natijasini shu yerda ko'ramiz. Avstraliyadagi qarindoshlar intayin ko'p tirishchilik ko'rsatdi buningga. Hozirdan shundoq. Bo'libmi oldingi dushanba kunidagi 15-yildagi namoyishga Avstraliyadagi 3 cho'ng shahardagi Uyg'urlar bir necha kun mashina haydab, eng jiroqlari 1200 kilometr Canberraga deyman shaharning ismi. Shu yerga berib, shu parlament oldida namoyish o'tkazdi. Nihoyat eslish qildi. Bu ishga qatnashgan qarindoshlarning hammasiga ko'pdan ko'p rahmat. Endi ba'zi qarindoshlar mendan 2022 yıl Beijing'de o'tkazilgan qishliq olimpik ishida hozir bu Xitoydan buni boshqa o'tkazish jihatda cho'ng yaxshi ahvollar bo'tibdi rasman deb so'rayotdi. Mening bilishim bunday emas. Masalan, Amerikani olsak, Amerika, Yevropadagi nurg'un davlatlarda olimpik komiteti degan bir komitet bor. Bular mustaqil ish qiladi. Bularni hukumat boshqara olmaydi. Amerikadagi olimpik komiteti bu sabab bildirib bo'pti. Biz qatnashimiz, beraveramiz Beijingga deb. Mening anglashimcha Yevropadagi bir necha davlatlarda mashtaqqa. Shunga bu yerda cho'ng jihatdan eng yuqori darajadagi o'rindan cho'ng o'zgarish bo'lgani yo'q. Lekin nurg'un kishilar chet-elliklar, tashkilotlar, ba'zi hukumatlar bu to'g'riliq jiddiy ishlarni olib beryapti. Lekin hozirgacha hal qiluvchi o'zgarish yo'q bu ishda. Buni tilga qo'yib keldi. Oxirida meniki qarindoshlardan kutadiganim ko'nglimizda Uyg'urlar haqida aniq san bo'lsin. Biz hozir qanday bir holatda. Shuni qarab turib, o'zimizning umridan obdan foydalanaylik. Qimmat va ishni qilaylik. Hozir Uyg'urlarning ahvoli qanday desanglar, meniki o'zimning ko'nglimga san. Uyg'urlarniki nüfusi 20 milyondek nüfusu vardı 2017 yıldan burun. Hazır kadar bulardan 9 milyondek adam qamaldı. Türmelerge, lagerlarga, Xitoyniki zavod korxonalarga qamaldı. İşkirga geldi. 9 milyondek adam. Bularning ichidan 1 milyondek adam o'lib ketdi 2014 yildan buyon, shu 7 yil ichida. 1 milyondek adam o'lib ketdi. Sulanmaganlarniki erkinligi yo'q. Sirti juratganlarniki hech qanday erkinligi yo'q. Ular faqat buyruq bo'yicha ish qiladigan mashinaga o'xshaydi. Buniki ingliz ismi bor, automatons deb. Men buni nayt ko'p tashkil qildim Twitterda. Hozir Sharq Turkistonda yashayotgan sulanmagan Uyg'urlar automatonga aylanib qoldi edi. Bu gap qila oladigan mashinadan faqat buyruq bo'yicha ish qiladigan. Xitoyga yo'q demaydigan holatga kelib qoldi. Andikin Uyg'urlar yersiz ve mülksiz holatga o'tdi butunlay. Bu yerda yersiz degan vaqtimizda burun dehqonlar qo'lida yer bordi. Bularning hammasini musodara qilyapti Xitoylar. Musodara qilib, bularning hammasini Xitoyga o'tkazib berdi. Hozir Uyg'urlar Xitoyga kunlik ishchi bo'lib ishlayotadi Uyg'ur dehqonlar. Mening bildiğim ahvollar shunaq. Mülksiz qoldi deganim Uyg'urlar boshqa butun mulkidan ma'ruf qoldi. Uy, boshqa nasrdan. Bu Xitoyniki bu qilmishlariniki cho'nqur tarixiy yiltizi var. Bu bir taktika. Odam idora qilishlik taktika. Ularni mulksiz qilib etish. Ular bu taktikani Uyg'urlarga to'liq qo'llandi hozir. Yana bir ahvol, biz o'zimizniki sarxillardan ayrilib qoldik. Sarxillardan, baylardan butunlay ayrilib qoldik.
Ularniki bir kısmı ölüp gitti, öldürüldü. Bir kısmı hayat. Hayatları mı şu türme, lager yoki zavodlarda, qamoqda. Erkinligi yo'q. Erkinlikka chiqarilganlarniki bir qismi ro'y jihatdan kasal qilib chiqarildi. Shu bu uyg'urlarning ahvoli hozirgi. Shu bizning tutilgan yo'limizmi shunga qarta bo'lsin. Bizniki birinchi darajalik vazifamiz vatandagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish. Biz shu ishni qila olgan vaqtimizda boshqa qadamlarda boshqa jihatlarda qadam ola olamiz, ish ko'ra olamiz. Oldi bilan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish kerak. Xalqni hayot qoldirish kerak, saloqlash kerak. Endi meniki hozir yaqinqi bir necha haftadagi videoda har qatim so'zlaydigan mazmunlarim misol ko'p bo'lib qolib, men aslida planlayotgan boshqa bir temalarni gap qilmayapman. Bu chet eldagi Uyg'urlarniki eng chong vazifasi nima degandek masalalarda. Uni qisqacha deb qo'yay. Buni har qatim ta'kidlayman. Bizning oldimizdagi eng chong vazifa bolalarimizni Uyg'ur qilib cho'ng qilish hamda eng yaxshi maktabda eng a'lo o'quvchi qilib o'qitish. Bu bek muhim. Hozircha boshqasini tashlab qo'yib turinglar. Hozircha boshqalar muhim emas. Bolalarni Uyg'ur qilib tarbiyalash ro'yi jihatdan Uyg'ur qimmat qarashi bilan men Uyg'ur deydigan vatanda bo'layotgan zulm, irqiy qirg'inchiliklarni biladigan qilib cho'ng qilish. Andan keyin jon chikasimi eng yaxshi maktablarda o'qitish. Andan keyin eng yaxshi maktablarda eng a'lo o'quvchi qilib o'qitish. Mush hammadan muhim. Albatta men degandek bizning sonimiz bek oz, vazifamiz bek ig'ir. U vazifalarningki o'tisidan chiqamiz desak, biz bundan keyin bolalarimizni asla tarbiyalashimiz kerak. Hozir chet elda mavjud bo'lib turayotgan o'rta va cho'ng yoshdagi qarindoshlarimiz ichida ig'ir masalalar bor. Mush jihatga ojizlik tufaylidan bo'libmi navbatdagi eng muhim ish nima, muhim ahvol nima, xalqaro vaziyat nima? Uyg'urlarga nisbatan qanday foydali omillar bor, qanday ziyonli omillar bor. Biz tutgan yo'llarning ichidagi qaysilari bizga foydali, qaysilari ziyonli degan nurg'un ishlarda oqqorni farq etolmaydigan ahvol intayin ig'ir. Buni tushuntirayli desam, uni qabul qiladigan odamlarmi bek oz. Bu sohada tarbiya ko'rmaganlar uchun bizning ichimizda yesaq tayinib ish qiladigan odamlar bek ko'p. Men ahvolni tushunib turib qilay demay, yesaq tayinib lamkin zade bunda qilsam bunda bo'lamdikin deb ham o'tirishgan ahvol ig'ir hozir. Shunga bu ahvolni o'zgartirish kerak. Bu ahvolni o'zgartirish uchun albatta men degandek bolamizni eng yaxshi maktabda eng a'lo o'quvchi qilib tarbiyalash kerak. Ashta qilgan chog'da xalqaro so'rinda boshqalar bilan o'xshash darajada o'tirib turib, boshqalarning degan gapini tushunadigan, boshqalar bilan munozara qila oladigan va oqadigan ishlarni qila oladigan, to'g'ri ishni qila oladigan, ishni to'g'ri qila oladigan bo'ladi odamlarimiz. Biz bundan keyin ashta bo'lishga ehtiyojliq. Men hozirmi to'xtamay chet elliklar bilan suhbat o'bishali bo'lyapman. Tünögün bu Amerika'daki bir ali maktabdaki Müslüman o'quvchilar uyushmasidagi rahbarlar bilan bir soat suhbat o'tkazdim videoliq. Hozir mendan so'rayotgan mana savollar bor. Biz odatdagi fuqarolar Uyg'urlar uchun nima ish qilib beramiz deydi. Biz nima ish qilib bersak bo'ladi sizlarga? Buni bek so'rayotdi hozir. Birinchi savol. Ikkinchisi, Uyg'ur ishi hal bo'ldi desak, bu hal bo'lishdagi umid manbasi qaysilar? Zaten qayerda umid bor Uyg'urlar uchun? Hozir umid bor desak, bu umid nerede? Üçüncüsü, agar Uyg'ur manbasi masalasi hal bo'lsa, shu hal bo'lgan chog'da biz ko'radigan manzara qanday bir manzara? Uyg'urlarning masalasi qaysi tariqada hal bo'ladi? Bu nayda cho'ng savollar. Men mush ayning oxiri yana bir suhbat o'tkazmoqchi, bir panelistligi birisi bo'lib so'zlamoqchi. U yerdami so'z ichadigan asosiy narsa hozirgi vaziyatda chet elliklar Uyg'urlar uchun qanday yordam qila oladi degan masala. Men bu masalaga to'xtalmayman, vaqt bak uzrab ketadi. Menki ayrim to'xtalaman, sizlarniki o'yinchilar uchun mush gapni chetlab qo'yay hozircha. Eng oxiridagi bir gap men o'tganda Abdulla Ayub inimizniki tuzatgan Uyg'ur adabiyot darsligi haqida kishiga ehtiyojimiz bor dedim. Men ba'zi gaplarni xato deb qo'yibdiman.
bizga kerak bo'lgan odam güzel sanat layihalaguchi va qistirma rasm sızg'uchi. Mesela ikki xil odam lozim ekan bizga. Kitobning ichiga qistirma rasm sızadigan odam, andan aşı rasmlarni shu betdagi mazmunga asosan nega qo'ysa bo'ladi yoki qanday rasmlarni sızsa bo'ladi shu betga. Shuni layihалап turadigan güzel sanat layihalaguchi. İşte ikki xil odam lozim ekan. Biz ma güzel sanat layihalaguchidan bir qarindishimiz bunga ma'qul bo'ldi. Adamimiz bor. Ma qistirma rasm sızadigan odamni tep bo'lolmadik. Agar mushlik qarindoshlar bo'lib qolsa, men bilan aloqalashsanglar, zarur bo'lsa biz ahbasakmin bo'ladi. Bizningki bu nurg'un ishlarimiz hozir fidoyi bo'lib qilyotidi, lekin agar qiyinchilik va mashina qilaolgan qiyinchilik va iqtisodiy qiyinchilik va qarindoshlar bo'lsa, uningga biroz iqtisodiy jihatdan to'lam to'lasakmin bo'ladi. Shun buni yana bir taklif qilay. Bo'ladi, bugun mushunchalik so'zlay. Oxirida hammalarniki Navro'z bayramiga yana bir qatam muborak bo'lsin. Xayr xo'sh, ikkilar qatam ko'rishga omon bo'linglar.